Sun'iy yurak bu inson yuragini vaqtincha yoki butunlay almashtirish uchun yaratilgan texnologiya mo'jizasi. U yurak yetishmovchiligi kabi og'ir kasalliklarda bemor hayotini saqlab qolishda yordam beradi. Sun'iy yuraklarning asosiy vazifasi yuraklarni quvvatli qismlari bo'lgan qorinchi funksiyasini bajaradi. Ya'ni tanaga doimiy kislorodli qon haydaydi. Eng ko'p ishlatiladigan modellardan biri to'liq sun'iy yurak bo'lib, u ikkala qorinchani ham to'liq almashtiradi. Yaqinda 57 yoshli bemorga magnetik levitatsiya texnologiya asosida ishlaydigan bevakor yurak o'rnatildi. U hatto bemorni bir haftada mustaqil yurishga olib keldi. Yevropada esa Kerimet kompaniyasining silikon asosida yaratilgan sun'iy yuragi tasdiqlandi. U haqiqiy yurak harakatini deyarli to'liq taqlid qiladi. Bu texnologiyalar yurak transplantatsiyasini kutayotgan bemorlar uchun katta umid va yurak yetishmovchiligi bilan kurashda inqilobiy qadamdir. Menimcha, bizning tibbiyotda ham yurak kasalliklarini davolashda yaxshi natijalar ko'rsatishmoqda. Yaqin yillarda bizda ham shunday sun'iy yuraklarni ixtiro qilishsa ajab emas. Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.